Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Men sizlarga bugun sizlar xohlagan narxda, sizlar xohlagan uy tayyor bitirib, siz yashashingizga zo'r holatda qilib qo'yiladi va narxi $45,000 bo'ladi. Siz 50 minggacha bo'lgan uy so'raganlar mendan juda ham ko'p edi. Aynan siz bob. Shaharga bir qadam joy, Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbeydamiz. Nazarbeydan ham bu ichkariga chegaraga ketib qolmaysiz. Tekstilni boshlanishida turibmiz. Postdan atigi 8 kilometr masofada joylashgan 2 sotuv yer maydoniga ega 4 ta tayyor bitgan xonalari bo'ladi. Katta xonalari bo'ladi. Alohida oshxonasi bo'ladi. Hovlisi bo'ladi. Hovlini orqa hovlisi ham bo'ladi. Orqa hovlida juda ham katta ko'li bo'ladi. Baliq tutib maza qilib yesangiz bo'ladi. Balig'i pulini faqat to'lab qo'yasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Vahsha chiroyli joy ekan. Maza yashab bersangiz bo'ldi. Yana narxini qarang, 45 ming. Men videoni boshida narxini aytayotganim uchun menimcha bitta like bosishinglarga arziyman, to'g'rimi, noto'g'rimi? Sizdan hech narsa ketmaydi. Nalog to'lamaysiz, menga obuna bo'lsangiz, nalog to'lamaysiz, menga like bossangiz, bitta like bosib obuna bo'lsangiz, menga motivatsiya bo'ladi. Shunaqa arzon joylardan zo'r uylarni qidirib topib, mana bu akalar meni topishmadi, men bularni topdim. Kelib men bitta ko'rsatib obunachilarimga arzon uy so'rashyapti dedim. Sizni ham uy joyi sotish kerak bo'lsa, tepadagi nomerlar bor. Mani nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz, o'zim javob beraman. Sotiladigan uy, joy, yer, kvartiralaringizni borib obzor qilib, shunaqa video olib, YouTube, Instagram, Telegram kanallarimga joylashtirib, sotilishga sababchi bo'lib qolaman. Videoni описаниесida Telegram, Instagram kanallarimning linklari bor. U yoqqa ham o'tib obuna bo'lsangiz, lokatsiyalarigacha tashib beryapman. Ketik ichkarini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirib kelishingiz bilan hovli bitta mashinangiz bemalol sig'adi. Bo'tga bitta tapchan qo'yib qo'yib, maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Tepalarni lombos qilyaptilar, issiq o'tmaydi. Bu joyi bitta narsasiga e'tibor beringlar. Bo't 100% bitirib beriladi. Shuni hisobga olinglar. Bo't hozir mana ustida ishlab turishibdi, to'xtab turishdi biz kelganimiz uchun. Mana suvoqlarni ishini boshlashgan, albastr suvoqni boshlab qo'yishgan ekan. Akvaromlarni qo'yishgan. Bo'tda atap nenalarigacha, suvlarigacha hamma narsasiga qilib beradi. Bo't mana oshxona hisobida ekan. Bo't oshxona bo'ladi. Bo'tdan devor olinadi-da, bo't o'tiradigan joy bo'ladi. Keldi-ketdi mehmonlarni ham bemalol kutib olsangiz bo'ladi. O'zingiz maza qilib salqinganida osh-ovqat iste'mol qilib o'tirsangiz bo'ladi. Xo'p, bo'tda hozir kanalizatsiya sistemalarini o'tkazishyapti. Bo'tda hammom va tualeti bo'ladi, alohida hovli uchun. Xo'p, bo'tga kiramiz. Bo'tda mana ancha-muncha ishi bitib qolgan. Bo'tda ham 100% bitirib berishadi. Katta ho'l bo'tda mehmonxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu ichkari xona aboylari bilan 100% bitgan. Hozir ayollar bor. Shuning uchun ham bu ichkariga kirmaymiz. U xona 100% bitgan. Bu navbatdagi xonamiz. Kattalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz, meni maslahatim, derazangizdan qarang qanaqa manzara ko'rinib turadi. Derazadan bitta ochsangiz, juda ham katta hovuz, 13 kilometr ekan. Bo'tda baliq boqishar ekan. Mana 1 gram hidi yo'q. Agar baliq boqilgan joyda hid bo'ladi desangiz, bo'tda hid yo'q. Sababi suv sirkulyatsiya bo'lib turar ekan. Umuman hidi yo'q. Manzarani ko'ryapsizlarmi? Voy, menga shunaqa yoqdi. 2 kun oldin ham qo'yuvdim. Bunisi endi narxi ham bitirib berilishini hisobiga zo'r, 100% bitirib, bo't ham bitirib beriladi. Mana bu zinali bo'ladi. Pastga tushish, bo'tga bemalol mana bitta osh-ovqat pishirishingizga tekis qilib chiroyli qilib qo'yishadi. Mana chaykalar uchib yuribdi. Chaykalar ham bo'ladi. Baliqlar sakrab turibdi. Men hozir ko'ryapman. Shunaqa o'zimga yoqib ketyapti. Qana ortiqcha pulim bo'lganda shuni olib qo'yardim-da, ayniqsa bo'tdani ota-onalar uchun zo'rda, ota-onalar uchun olib bersangiz, borib o'tirishmaydi Chorvoga 100 kilometrga. Shunda Nazarbek postidan o'tishadi 8 kilometrda o'zingiz uyingizga kelishadi-da, maza qilib o'tib dam olib, osh-ovqat qilib, yeb-ichib sizlarni duo qilib ketishadi. Siz ham meni duo qilib qo'ying. Menga ham va boshpana qidirayotgan har bitta obunachimga, kommentariyada duo qilib yozib yuborgan har bitta insonga bunaqa joylardan 10 baravar, 100 baravaridan zo'rini yetkazishga Alloh qodir. Allohga hech narsa emas. Qanaqa uy olaman deb siqilib yurgan insonlar juda ham ko'p. Menga ko'p telefon qilishadi. Alloh yetkazadi. Allohga duo qiling, kommentariyada duo qilib qo'ying, boshpana izlayotganlarga zo'r boshpanalar nasib qilsa, shu qatorda o'zimga ham va sizga ham, farzandlaringizga ham zo'r uy joylardan nasib qilsin. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, pastda egalari nomeri, uy egalari nomeri telefon qilasiz. $45,000 so'rashyapti, yana ozgina sunnatiga o'tib beramiz deyaptilar. Bemalol gaplashib olasiz. Tepada men nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib chiroyli qilib obzor qilib uy joyingizni sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Xizmat haqqimiz juda ham arzimagan pul. Hozirgi kunda ayniqsa avgust oyida skidka qilib yuborganmiz narxlarga. Borib chiroyli qilib obzor qilib sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Demak, keyingi boshpanalarda shunaqa chiroyli tabiat qo'ynalarida ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.